Lükçki babalar yo'qolib ketganiga xil uzoq qoldi-ku, hammamiz bilamiz. Nemishqa mana bugunga kelganda hammamiz shunda lükçki babalarni o'ziga ishongan har qanday bir odam falokat kechirsa, maydisini kerib turib o'tirg'i chiqa oladigan bolalarni seg'inishga boshlaymiz. Buning sababi birla. Haqiqatan o'zining qon qarindoshlari urug' tuqqanlarini falokat kechirsa, o'tirg'a lag'ildab titrab turib chiqishsa ya chiqishmaysa. Ammo anda bolacho o'ziga ishongan har qanday odam falokat kechirsa, maydisini kerib turib o'tirg'i chiqadi. Nakasildan yanmaydi. O'g'algan naz kerashmi emas, jamiyat kerak deb tavsiya qildi. Tarbiya qildi. Qisqacha qilib aytganda, haqiqatning shon sharifi o'zining oilandagilar bilan cheklansa, unda bolaning shon sharifi o'zining mahallasi bilan, o'zining yurti bilan, o'zining davlati bilan ishqilib o'ziga ishongan har qanday bir odamni noumid qo'ymaydigan bir xil ruh va bo'ladi. Unda ruhni sen do'rayma deb do'rab bulanmaysan. Lükçek bulash yomon ish emas. Faqat sen bak ojiz xolos. Lükçek bulash oson ish emas. Chunki u hech kim qilishga jur'at qilolmaydigan ishni o'zining qopdak yuragiga tayanib qila oladi. O'tganda bir mazmun kelib qoldi ham biz qachon lükçek bolalarni seg'indigan holatga tushib qoldik deb. Kulgim kelib ketdi ani ko'rib. Burun da lükçki bolalarni ko'rsa ko'zdan mehridimi qarashga jur'at qilolmaydigan bolalar hozir qarshi muqam to'lig'idek olib ketdi. Xuddi ilqishirlar qafas deyasa, itlar jonjakli bilan qovg'anga o'xshash. Lükçek bolalar bilan aralashishmi unda xatarlik ishmi emas. Eng xatarlikka sana o'xshash yaxshi kayfiyat ko'rgan xumsgo'ylar aralashish hammadan xatarlik. Unda bolalar juqqa atrofimizda. Shunda bolalar vahshiyji. Sana deb qo'ya shu gapni degan bola. Lükçki bolalarni ta'riflasak unda murakkab ishtirim yo'q. Chunki u bak oddiy sodda. Ammo uningdagi ruhni sen do'rayma deb do'rab bulanmaysan. Uningga ama chin qalb, yurak ketadi. Shunga tarixdan buyon ta hozirgacha bir ma'lidan ya bir ya ikki shunda bola chiqib qoladi. Kelaksan kelashdiq, mal lazım bo'lsa gap qilasizlar bolajmi?